Toronto shahridaman. Yaxshimisiz? Burası Toronto. Nasılsınız? Я нахожусь в городе Торонто. Привет всем. I'm in Toronto. Hello. Miami xalqaro aeroportiga ketyapman. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Abdulazizning murojaati e'lon qilindi. Xonandaning o'zi Ozodlik radiosiga intervyu berdi. Ana shu intervyusida bir qancha muhim mavzularga to'xtaldi xonanda. Abdulaziz aytishicha, uni bir payt Milliy xavfsizlik xizmatiga chaqirishgan ekan. Ana shu yerda Milliy xavfsizlik xizmati xodimi unga bir vedmis ko'rsatgan ekan. U yerda go'yoki Abdulaziz Mustaqillik bayramiga bag'ishlangan tantanada qatnashganligi uchun $1 million so'mdan ortiq mablag'ni oldim deb qo'l qo'ygan ekan. Abdulaziz ana shu yerda SMB xodimiga aytganki, yo'q, men bu mablag'ni olmaganman degan. Bu ism familiyani men yozmaganman, bu imzo ham meniki emas, qo'lni men qo'ymaganman degan. Bu hech kimga sir emas aslida san'atkorlar orasida. Mana shu katta tadbirlarda qatnashgan san'atkorlarga gonorar yoziladi. Qalam haqqi deyiladi, lekin ular mana shu gonorarni hech qachon o'zlari olishmaydi. Men ham Abdulazizga o'xshab Toshkent davlat konservatoriyasini bitirganman va san'at olamida nimalar bo'layotganini yaqindan bilaman. Toshkent davlat konservatoriyasida o'qib yurgan paytlarimda ham san'atkorlar bilan, turli san'atkorlar bilan televideniyada konsertlarga qatnashganman va ana shu konsertlar uchun ham menga qalam haqqi yozilgan. Men ularni olardim. Abdulaziz bilan juda ham ko'p mavzularda ham fikrlashishimiz shuning uchun. Dunyoda san'atkorlarning televideniyada chiqishiga oid qanday tartibda o'rnatilgan bo'lsa, ana shu tartiblarning hammasini bizda aynan teskarisi qilinadi. Xususan bizda televideniyaga chiqqanligi uchun televideniya san'atkorlarga emas, balki san'atkorlar televideniyaga pul to'lashadi. Ya'ni noqonuniy pul. Bu pul esa kimlarnidir cho'ntagiga borib tushadi. Mana shu efirga uzatilishi lozim bo'lgan qo'shiqlar badiiy sovetdan, badiiy kengashdan, ya'ni xudsovetdan o'tkaziladiki, bu narsa umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa. Bu senzurani o'zginasi-ku axir. Sizga bir misolni aytib beray. 1998-yili Mustaqillik bayramidan oldin mana shu televideniyada mustaqillikka bag'ishlab ko'rsatuv tayyorlayotganini eshitdim va shunda meni yodimga bir qo'shiq tushdi. Ana shu qo'shiq respublika ko'rik tanlovida faxrli o'rinlardan birini olgan edi. Qo'shiq ijrosini studiyaga chaqirib yozib oldik. Undan keyin ko'rsatuvni ham tayyorladik. Prosmotr paytida, ya'ni ana shu ko'rsatuvni senzura qilish paytida boshliqlar ana shu san'atkorni efirga bermanglar, chunki bu qo'shig'i badiiy kengashdan o'tmagan ekan debdi. Qanday qilib respublika tanlovida faxrli o'rinni olgan qo'shiq badiiy kengashdan o'tmaganligi sababli efirga berilmasligi mumkin? Buni men tushuna olmadim. Natijada qo'shiqchi kadrdan olib tashlangan va qo'shiq faqat kadr ortidagi musiqa sifatida efirga uzatilgan. Hammamiz bilamizki, o'tgan marhum prezident davrida el sevgan bir qancha san'atkorlarni televideniyaga chiqishi taqiqlab qo'yildi. Ya'ni ular senzura qilindi. Lekin konstitutsiyada senzuraga yo'l qo'yilmaydi degan narsa bor. Bu faqat jurnalistlarga oid emas, bu mana shu san'atkorlarning ijodiga ham oid. Ularning huquqlarini Madaniyat vazirligi va mana shu davlat miqyosidagi katta konsert tadbirlarini o'tkazayotgan idoralar ham poymoq qilib kelishgan ekan. Ularni haqlarini bermasdan o'zlashtirib yuborishgan ekan. Video blogimni Atlanta xalqaro aeroportidan davom ettiryapman. Demak, ana shu Abdulaziz Milliy xavfsizlik xizmati xodimi bilan gaplashib, ana shu $1 million so'mdan ortiq mablag'ga o'zi qo'l qo'ymagan va pulni olmaganligini aytganda, ana shu SMB xodimi bu ish yuzasidan tegishli chora-tadbirlarni ko'rishi va jinoyat ish qo'zg'atishi uchun zarur harakatlarni amalga oshirishi kerak edi. Lekin bu narsani ana shu xodim qilmasdan o'z xizmat vazifasiga sovuqqonlik bilan qaragan. Suhbatimizni Washington Dallas xalqaro aeroportidan davom ettiryapman. Abdulaziz Turkiyaga ketgandan keyin O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini qaytarib olishibdi. Bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Qanday qilib berilgan unvonni qaytarib olish mumkin va qanday asosda? Unvon berilgan paytda xizmatlarni xalqqa ko'rsatib qo'yganligi uchun ana shu unvon berilgan. Nima sababdan uni qaytarib olinadi? Nima uchun bekor qilinadi?
Bu juda ham qiziq narsa. Buni qanday qilib asoslashgan men tushunmayman. Hukumat buni qanday qilib asoslagan bo'lishi mumkin? Shunga javob bera olarmikin hozirgi hukumat? Hozir dunyoda odamlarning bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga ko'chib ketishi holatlari juda ham keng tarqalgan. Shuning uchun dunyodagi aksariyat demokratik davlatlarning hammasida o'zlarining hududlarida 5 yildan ortiq qonuniy ravishda yashagan shaxslarga fuqarolik berish ko'zda tutilgan va bu huquqdan juda ko'pchilik foydalanadi. Masalan, Turkiya hukumati ham o'zlarining turk vatandoshlari boshqa mamlakatlarda yashayotgan bo'lsa va ana shu mamlakatlarda vatandoshlik huquqini qo'lga kiritgan bo'lsalar, Turk Cumhuriyati ana shu ularning ikkinchi fuqaroligini ham tan oladi va ularni Turkiyaga emin-erkin kelib ketishlariga ruxsat beradi. Bu narsa fuqarolarga ham foyda keltiradi, davlatga ham foyda keltiradi. Chunki ana shu fuqarolar o'zlarining tug'ilib o'sgan mamlakatlari bilan aloqalarni saqlab qolishiga xizmat qiladigan bo'lsa, ikkinchi tomondan mamlakatga valyuta tushumini ham ko'paytiradi. O'zbekiston Respublikasining fuqarolik to'g'risidagi qonunida ikki fuqarolik taqiqlanmagan, lekin O'zbekiston o'z fuqarosining boshqa bir davlatdan olgan fuqaroligini tan olmaydi degan modda kiritilgan. Har bir inson tug'ilgandan keyin ana shu tug'ilgan joyini fuqaroligini qozonadi. Mana shu tug'ilgandan boshlab hammani haq-huquqi bo'ladi bu narsa. Buni davlat, hukumat o'zini zo'rligini, qudratini ko'rsatish uchun olib qo'yadigan bo'lsa yoki bekor qiladigan bo'lsa, bu kuchiga chiqqan ahmoqlikning nishonasi bo'ladi. Buni yana boshqacha so'z bilan men ta'riflay olmayman. Chet elda yashayotgan ko'plab vatandoshlarimiz o'zbeklar ana shu o'zlari yashayotgan davlatni fuqaroligini ham olishyapti. Chunki ana shu fuqarolikni olishsa, u davlatga borib kelish birinchidan osonlashadi, ikkinchidan juda ham ko'plab haq-huquqlarga sohib bo'lishadi ana shu davlatlarda yashayotgan. Bundan tashqari O'zbekiston mana shu ikkita fuqarolik bor o'zini vatandoshlaridan katta foyda ko'radi agar kallasini ishlatib ish qiladigan bo'lsa. Agar chet elda yashayotgan o'zbeklarga ikkita fuqarolik tan olinadigan bo'lsa va ularni emin-erkin O'zbekistonga kelib ketishlari ta'minlanadigan bo'lsa, bundan birinchi o'rinda O'zbekiston iqtisodiyoti foyda ko'radi. Bitta shaxs o'zi O'zbekistonga kelib ketadigan bo'lsa, bu degani havo yo'llariga foyda bo'ladi degani. Ana shu aeroport xizmatlariga foyda bo'ladi degani. Bundan tashqari ana shu borgan shaxs albatta valyuta olib boradi o'zi bilan. O'zbekistonga valyuta juda ham kerak. Hozir qora bozorda dollar 8000 so'mga chiqqanini hammamiz bilamiz. Bu valyuta taqchilligidan shunday bo'lyapti. Undan tashqari valyutani bozori erkin emasligidan shunday bo'lyapti. Qani ko'ramiz. Hozirgi hukumat mana shu demokratik davlatlarda yashayotgan o'zbekistonliklarni ikkinchi pasportlarini tan oladimi yoki yana Sovet davriga o'xshab temir darvozalar orqasiga yashirinib olib, buni tan olmaymiz deb turaveradimi? Buni vaqt ko'rsatadi. Qizig'i shundaki, Abdulaziz aytgandek, oliy martabali ko'plab kishilarni oila a'zolari allaqachon boshqa davlatlarni fuqarolikni olib bo'lishgan. Nima uchundir ularga indalmaydi, hech qanaqa gap gapirilmaydi. Boshqalarga kelganda bo'lsa, o'tgan hukumatning repressiyalardan qutulish maqsadida chet ellarga ketishga majbur bo'lgan boshqa o'zbekistonliklarga bo'lsa, butunlay boshqacha muomala qilinadi, ularni vatan xoinlari deyiladi. O'zbekiston fuqaroligini berish yoki fuqarolikdan chiqarish vakolati O'zbekiston Respublikasi prezidentiga berilgan. Fuqarolikdan chiqarish to'g'risidagi farmon O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan imzolangandan keyin ana shu shaxsga yetkazilishi kerak. Lekin qonunda bu narsa ko'rsatilmagan. Qanday qilib yetkazilish masalasi qonunchiligimizda ko'rsatilmagan. 2015-yilda O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan bir farmonga qo'l qo'yilgan. Ana shu farmonga ko'ra mana shu toifadagi O'zbekiston fuqarolari O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilsin deyilgan ekan va aniq bir ism familiyalar ko'rsatilmagan. Shunga asosan ana shu farmon asosida kuch ishlatish organlari xodimlari ma'lum bir O'zbekiston fuqarolarini O'zbekistonga kirish paytida siz O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga ko'ra fuqarolikdan chiqarilgansiz deb pasportlarni olib, pasportlariga shunday
tegishli muhrni bosib berishi amaliyoti hozir joriy qilinibdi. Bu qanchalik qonunchilikka to'g'ri keladi? Endi buni o'zingiz bir o'ylab ko'ring. Fuqarolikdan chiqarishga nimalar asos bo'ladi? Qonunga ko'ra, agar O'zbekiston fuqarosi fuqarolikni olgan boshqa davlatning kuch ishlatish tizimiga ishga kiradigan bo'lsa, u O'zbekiston fuqaroligidan chiqariladi. Agar O'zbekiston Respublikasi fuqarosi boshqa bir davlatga ketib, ana shu 5 yil davomida O'zbekistonning vakolatxonalari bilan aloqani uzsa yoki tegishli tartibda ana shu vakolatxonalarda ro'yxatdan o'tmasa, bu uni fuqaroligini yo'qotishi uchun asos bo'ladi. Nodemokratik propiska tizimini bahona qilib O'zbekiston Respublikasi fuqaroligidan chiqarish bu adolatdan bo'lmaydi aslo. Fuqarolik inson tug'ilgan paytdan boshlab yuzaga keladi va shuning uchun har xil hukumatlar turli sabablarni bahona qilib ana shu shaxsning fuqaroligini bekor qilishi bu juda ham adolatsiz narsa. Bu ana shu davlatning tizimi demokratik emasligidan dalolat beradi va bunday davlat tizimi albatta islohotlarga muhtojligini ko'rsatadi. Video blogimni Torontodan davom ettiryapman. Agar dunyoda 200 dan ortiq davlat bo'lsa, ana shu davlatlarning chet ellardagi vakolatxonalari o'z fuqarolariga yo'qolgan pasportlarni tiklab beradi yoki pasportni muddati o'tgan bo'lsa, ularning o'rniga yangi pasportlarni ana shu davlatlarning o'zida tayyorlab ularning qo'llariga berishadi. Lekin faqat O'zbekistonda, shuni aytmoqchiman, faqatgina O'zbekiston chet eldagi vakolatxonalariga agar murojaat qilinadigan bo'lsa, pasportni tayyorlab bermaydi, o'rniga yangi pasport ham bermaydi. Uni o'rniga O'zbekistonga qaytish hujjati qilib beradi. Vaqtinchalik qaytish uchun hujjat qilib beradi va O'zbekistonga borgandan keyingina pasport olasiz deb aytishadi. Endi hozirgi yangi hukumat, janob prezident Shavkat Mirziyoyev, hukumat xalqqa xizmat qilish kerak, buni teskarisi bo'lgan edi deb aytdi. Qani ko'raylikchi, teskarisi bo'larmikin endi? Baxtiyor Shohnazarov Miami, Atlanta va Washingtonda tayyorlanib, so'nggi nuqtani Torontoda qo'yapman. YouTube'dagi kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.